Assalomu alaykum. Qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari mana bunaqangi toza arashan zotli qo'chqor ishqibozlari zotga hop qo'chqor qidirib yurgan aka-uka do'st birodarlarga bugun o'ta maxsus video bo'ladi. 4 daqiqa zot bo'lib arashan qo'chqorimiz bor. Birinchisi akalar, buni akalar o'zimiz nomini buldozer deb qo'yganmiz. Haqiqiy akalar, buldozer qo'chqor. To'shni qarang, to'shni jonivor akalar. Haqiqiy o'zi ham qarich yetmaydi. Mening qarichim 25 sm akalar. Mana qarich yetmaydigan darajada keng. Hop yosh akalar shakka yangi chiqdi. Mana chinni ham ko'rsatib qo'yaman o'zim. Mana yangi tashladi. Hali to'liq chiqib ham bo'lgani yo'q. Bo'yi 90 plus, 92 chiqdi. 90 plusga beramiz akalar. Hop quloqlari 21 sm. Quloqni enini qarang akalar, ishqiboz bo'ladigan. Garbonos haqiqiy klassniy holatda akalar. Mana qo'chqorimizda xolasa akalar. Ishqiboz bo'ladigan narsa haqiqiy. O'ta bir dumbalari ham tikka dumba, kam dumba variantidan akalar. Endi hech kim ham yo'qdi, suymay qo'ydi-yu. Kam dumba variantidan buni qo'zlari ham haqiqiy shikalar chiqadi akalar. Shu kallasini o'zi 1,5-2 ming dollar turaveradi akalar buni. Hop, buni videoni oxirgacha cho'zmayman akalar. Nimaiki videoyimiz yana bundan keyin yana 3 ta qo'chqorimiz bor. Hop, buni akalar bo'ladigan joyi narxi akalar 1200 dollarga O'zbekiston bo'ylab qo'ldan kelgancha xudo xohlasa zastavka qilib beramiz. Qo'chqorimiz haqiqiy yarrig variantidan akalar. Hop, uzunligi 97 sm chiqdi akalar mana bunaqasiga. Qo'chqor qarang, qo'chqor. Yelka haqiqiy akajonlar. Sizlar uchun haqiqiy go'zalidan akalar. Yaxshi narsa tavsiya qilaman akalar. 50 ta 100 tagacha sog'lig'ingiz bemalol evlaydi. Sportivniy holatda haqiqiy qo'chqordi. Go'zal. Sekin qo'yaveraver.